Ögünçidən keyin uçsuğa uzun çapandan birini kiyib, besiga yağlıq artıb kelibdi. Köpçilikning onun bo'lgan hayronligi texmi oshdi. Uzun o'tmayla Ramazon oyi yetib keldi. Yataqdagi qizlar odatda dinga qilch ahamiyat bermagan bilan Ramazonda hammasi taqvodorlardan bo'lib ketishdi. Atdiganda kim burun o'rnidan tursa, u shu boshqalarni uyg'otadi. Buning sinfdagi o'g'illar oldida bizning yataqdagi qizlarni so'g'irga men uyg'otaman deb maqtanishiga foydasi bor edi. Saharda hammaylar birlikda maktab sirtidagi Uyg'ur oshxonasiga chiqib, tomoq yegandan keyin Dilnurning yetakchiligida birga duo qilishib qaytib kiradi. Ikki qiz yana bir vaqt namozni boshlab olgan edi. Albatta, Fatima sabtdan qolmay ro'za tutishga kirishib ketgan edi. Shug'unsi u ro'za tutishning sababini toza bilib ketmaydi. Yataqdagi qizlarning bilansizlar ro'za tutsa salomatligi bek foydali ekan. Bizning islom dinimiz nimaga ulug'din deganlarni anglaganda bir ilohiy sezim uning badanini birdamlik chulg'ayotgandek his qiladi. Bu sezim birdamlik yo'qolib ketadi. Bo'libmi kunduz uyqusirash va qo'rsiq ichib ketganlik sababidan dars va o'rganish xo'shaqmaganda u ro'za tutishdan bakli zerikadi. Ramazonning 27-kuni kechda qizlar birlikda tunamoqchi bo'ldi. Bu dal juma kechga to'g'ri kelgach, qizlar atsi xotirjam uxlab olsami bo'ladi. Ular birdan gazir chaqash uning buningdan paransoq bo'ldirdi. Ularning nazarida tunash faqat kechis uxlamaslik edi. Dilnur balkonda namoz o'qiyotdi. "Hay qizlar, Dilnur balkonda namoz o'qib so'ngib ketmasmi? Hay Fatima, chiqib chaqirib kirgina, yotoqda o'qisin. Bizning to'varak ovoz paranshayli." Fatima balkonga eng yaqin bo'lg'achqa o'rnidan turibla balkonga qarab mandi. 12-oyning sovuqi balkonning eshigini ichishi bilanla uning suyaklariga uchib ketdi. U chiqqanda Dilnur duo qilyotdi. "Dilnur, namozni yotoqqa kirib o'qigan, bu yer bek sovuq-a", dedi u lablari sovuqdan titrab ketdi. "Ha, men shunday o'ylab turardim. Rahmat sizga." Dilnurning burun uchi qizarib ketgan edi. Buningdan uning qanchalik to'ng'ilganligini tasavvur qilg'ili bo'ladi. "Qizlar, bugun kecha qanday kecha bilamsizlar?" dedi Dilnur ularning yoniga kelib. "Yo'q, qizlar qaysinglar bilsizlar?" degandek bir-biriga qarashdi. Payg'ambarimizga Qur'on nozil bo'lishni boshlagan kecha. Alloh Qur'onni qadr kechasi nozil qilishni boshlagan ekan. Qadr kechasi nihoyat ulug'. Bu kechani ibodat bilan o'tkazganlarga Alloh cheksiz savob berdi. Payg'ambarimiz qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kuni ichidagi taq kunlarni izlanglar degan ekan. Ko'p qism olimlar 27-kecha deb qaraydi ekan. Agar xohlasanglar, men birdan Qur'on o'qib beray. Ajab yaxshi, deyishdi qizlar. Yog'liq jey bo'ldiramdiq yo chegimsak bo'lamdi? Ixtiyoringlar. U shundaqda Qur'onni ichib o'qishga boshladi. Balkim o'zi kunda o'qiyotgach, dal shu yerga kelgan bo'lsa kerak, Qur'onning qizil ipi dal shu yerda edi. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh o'ltiralaydi, tiriltiralaydi. Alloh har narsaga qodirdir. Allohning ibtidosi yo'qdir, intihosi yo'qdir. Alloh oshkoridir. Ya'ni mavjudligini ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoridir. Maxfiydir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tunishga aqllar erisholmaydi. Alloh har narsani bilguchidir. Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlayoladigan narsalarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Alloh sizlar bilan birga. Alloh qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytarildi. Alloh kechani kunduzga kirgizdi, kunduzni kechaga kirgizdi. Alloh dillardagi sirlarni bilguchidir. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Alloh sizlarni ega qilgan mollardan sadiq qilinglar. Sizlardan iymon etganlar va sadiq qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi. Ey kuffarlar, sizlar nimishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni Parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqirdi. Alloh sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiranglar. U asta, to'limi vazmin ohangda Qur'on oyatlarini o'qiydi. Bu chaqda Fatimaning qalbini hech qachon ko'rilib boqmagan bir sezim, to'limi ulug' bir ilohiy sezim chulg'ab oldi.
har bir oyat, har bir so'z uning qalbida aks sado paydo qilmoqda edi. Mavi hadis to'plami, xalsanlar buni ko'rgach o'ltiringlar, dedi Dilnur bu surni o'qib bo'lgandan keyin. Men yana birdan namoz o'qib olay. Dilnur, men siz bilan bir namoz o'qisam bo'lamdi, dedi Aygul ismli bir qiz. Uning ko'zlari nimishqidir namlashib qolgan edi. Men namoz o'qiy olmayman, opamning o'rgangan. Bo'ludi, jura amisa, chiq tahorat ilib kiraylik. Men tahoratimni yengilib olay. Tahorat usti tahorat, gul ustiga yo'l qo'ygandek debdikan. Ular ikkisi sirtqa qarab mandi. Fatimami ularning keynidan ergashdi. Qishliq ta'til o'tib ketdi. U ota-onasining o'zining namoz o'qishiga qarshi ekanligini bilgachga, ta'tilda o'rganish qilishni bahona qilib uyga qaytmadi. Dilnur unga hamroh bo'lib qoldi. Dilnur, sizga bak havsim keldi, dedi bir kuni Fatima. Nimishqa? Siz kichingizdan yaxshi islomiy tarbiya bilan cho'ng bo'lgan ekansiz. Lekin men islomdan butunlay yiroq bir muhitda cho'ng bo'ldim. Dadam saqchi, opam o'qituvchi. Nima o'qituvchisi bilamsiz? Biologiya o'qituvchisi. Sepi o'zidan inson maymundan to'ralgan deydig'ini. Dadam saqchi bo'lganlikdan azaldan hech namozga bormaydi. Hozir o'lsam, ular uchun ko'nglim yerim bo'yatdi. Rasmi etsam, men sizdan ko'p farqlanmaydigan bir muhitda cho'ng bo'lgan, dedi Dilnur past ovozda. Rasmi, biz sizni mollamning qizimikin deb yuribdik, dedi Fatima ishongus kelmay. Dadam naimizning hokimi, dedi Dilnur qijil bo'lgandek talaffuzda. Opam Noilik ayollar birlashmasining muavin raisi. Ular ikkalasi bek qizil pajaq.